Barchaga assalomu alaykum. Mana hozir Technical University of Eindhovenga qarab ketyapman. Markaziy stansiyada professor Paul van der Hotni kutib olaman. Utrechtda yashaydi. Utrechtdan doim Eindhovenga ishlashga kelganda poyezddan foydalanadi. Demak, mana ko'rib turibsiz, oddiy Golland mahallalari. Mana o'ng qo'lin tarafda ham, chap qo'lin tarafda ham odamlarning uylari asosan bir etaj, ikki etaj qilib quradi. Birinchi etajda demak mehmonxona, oshxona joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajda yotoqxona. Agar bolalarni ko'p planlashtirsa, odatda 3 etajda ham qilib qurishadi. Ko'rib turibsiz, mana juda ko'pchilik velosipedda yuribdi. Gollandiyada velosiped yo'li infratuzilmasi eng yaxshi dunyoda yo'llardan biri hisoblanadi. Chapda, o'ngda mana yo'lni chetida hozir mashinalar ham yuradi, lekin ba'zi bir joylarida to'liqligicha yo'ldan alohida qilib mashina yo'lidan velosiped yo'llari qurib qo'yilgan. Uylarni ham ko'rib turibsiz, juda hashamat emas, oddiy hamma narsa. Bu hafta havo ancha yaxshi bo'lar ekan, Eindhovenda 15-17 gradus, lekin ertalab mana hozir 4 gradus ekan. Biroz sovuqroq. Mana elektrokarlarni zaryadlash uchun charging pointlar ko'chalarda ham juda ko'p joylarda qilingan. Mana bu uylarning oldida velosiped parking yo'q, lekin juda ko'p ishxonalarda, supermarketlar yonlarida velosiped parkovkasi albatta bor. Mana markaziy stansiyaga borib, uni ham syomka qilib ko'rsataman. Bu Philips stadioni orqa tarafdagi ko'rinish. PSV Eindhoven stadionining tashqi tarafdan ko'rinishi. Philips stadion deb ataladi. Ko'rib turganingizdek, velosiped yo'llari juda yaxshi rivojlantirilgan. Juda ko'pchilik ishga, o'qishga velosipedda qatnaydi. Mana markaziy stansiya atrofida mana shunaqa parkovkalar qo'yib tashalgan. Odamlar kelib velosipedini qo'yib poyezdga chiqib ketaverishadi. Markaziy stansiya atrofida qurilish bo'layotgan ekan. Ko'pchilik poyezddan tushib boshqa joylarga borish uchun mana markaziy ham avtobus bekati, ham markaziy temir yo'l. Mana ko'rib turibsiz, velosiped parking. Haqiqatda juda ko'p. Professor aytgandilar, Gollandiyada 25 million, 30 million atrofida velosiped bo'ladi deb. Ko'rib turibsiz. Haqiqatda bular velosipeddan faol foydalanishadi. Mana bizda ham shu narsani yo'lga qo'ysa, yo'l torlik qilyapti degan tushuncha yo'qoladi. Yo'l hammaga yetadi. Poyezd yo'l stansiyalariga mana bunaqa kiosklar qo'yib tashalgan. Shundan hamma biletini sotib olib yo'lga chiqib ketaveradi. Lekin internetdan sotib olsa ham bo'ladi. Poyezddan faol foydalanishgani uchun ularda 1 yillik asosan ko'pchiligi karta olib qo'yadi. O'sha chiqqan stansiyasidan kartani sensor bor, shunga tegizdirib chiqayotgan stansiyasida yana bir tegizib qo'yadi.
Mana ko'rib turibsiz. Odamlar bilet olish uchun navbatda turibdi. Derazasi ochiladi, o'tib ketasiz. Chiqayotganda ham derazish kerak. Chunki yurayotgan distansiyasiga qarab pulni oladi. Professor Pol bilan gaplashganimda 9:45 da chiqaman dedi. Hozir 5 minut qoldi, kutib turibman. Mana shu tarafdan chiqsa Eindhoven University of Technology ko'p uzoq emas. Professor o'zini sohasida yumshoq materiallar va polimerlar sohasida nazariy jihatdan juda yirik olimlardan biri hisoblanadi. Yechinlisi ham 50 dan oshiqroq. Professor Pol kelyapti. Qarib qolgan. He recognized me.